Bir qarashtil eg'izga seriq suv keltirayotgandek o'xshitib kavob tamlik qo'rim cho'p qo'rishni sizlarga o'rgatib qo'yay. Qo'rish usulining oddiyligini demayli qo'yay, ta'miga gap ketmaydi. Aldirab qolgan vaqtinglarda 15-20 minutda tayyor qilib bo'ldi. Qaynam sizlar bugun velinglar hammamiz birlikda o'rganaylik. Ketarlik materiallarni ekranga tafsili yozib qo'ydim, ko'rsatilgandek to'g'rab tayyorlab olamiz. Oldi bilan cho'pini pishirib olamiz. Cho'pni besib tatib turib qaynagan qozonga silib pishgandan keyin suzib, sovuq suvda 1-2 qatim shallab suyni pak sayqib etib tayyorlab olamiz. Keyingi bosqichda qo'rimiga ketarlik to'g'ri darmaklarni oldin tangishib olamiz. Bu so'qqan zira, so'qmagan zirlardan bir qo'shiqdan tayyorlaymiz. Bulardan boshqa cho'ng ustamning tanshaglik uvoqlasidan cho'ng bir qo'shiq aralashtiramiz. Qo'rim cho'pining rangining texim chiroyli chiqishi uchun un lazdan yarim qo'shiq atrofida qo'shib etamiz. Orqadan qozonga muvofiq may qo'yib, may qizigandan keyin go'shtni silib, go'sht qizargacha yaxshi aralashtirib qo'rib olamiz. Uningdan keyin bosh piyozni silib, bosh piyoz yumshab, mezlik purqi chiqqandan keyin mogo solamiz. Men mogoni silish shart emas do'stlar, uyda bo'lgan to'q shunga men qo'shib etdim. Agar sizlarda bo'lmasa, qo'shmasanglar o'xshash bo'laveradi. Mogoni qo'rib pishirib olgandan keyin dori darmaklarni solamiz. Cho'pning rangining chiroyli chiqishi uchun azroq jonyo berib etib, bir shik qo'rib dori darmakning mezlik purqini chiqarib olgandan keyin cho'p bilan ko'k lazni birla vaqt silib, laz yumishgacha 1 minut qo'rib atgandan keyin o'tni o'chirib olsak tayyor bo'ldi. Kabobning mezlik purqi o'yining ichini bir oldi, ta'mi shunchalik payz bo'pti. Qo'rish usulim pek oddiy, sizlar oil cho'qim bir sinab yiqing.